Hammaga salom do'stlar. Hozir men bir joyga kelganman. Hamovnik rayonini Dilichigariga kelganman va bu rayonda eng chiroyli joyini ko'rsatmoqchiman. Ko'rsataymi yo'qmi? Davay ketdik unda. Вот это Hamovnik rayonini eng sentr joyi va Hamovnik rayonida faqat elitalar yashaydi deganman, eng boy insonlar yashaydi deganman. Shuning uchun mana shunaqa chiroyli qilib sun'iy havza qilib qo'yibdi. Даже mana shu atrofda yashaydigan odamlar uchun mana polisi domlar va shular uchun sun'iy havza qilib qo'yibdi. Mana shunaqa qilib bu yozda вообще dahshat ko'rinadi. Yozda ham yashil bo'lib turadi bu yerlar. Hozir ham chiroyli ko'rinib turibdi. Kuz faslini o'zgacha bir iforni berib turibdi. Va mana bu yozda даже mana plyajlar qilib qo'yibdi. Zagar olish uchun mana shu yerlarda yotib, zagar olib, mazza qilib, issiqqa kuyib yotadi bular. Bu yerda ishlaydigan kuryerlar normalniy pul topadi. Hamovnik rayonida ishlaydiganlar hozir kecha kunduzda 200 dan past topayotgani yo'q. Va kimki kuryer bo'lib ishlamoqchi bo'lsa, mana shu Hamovnik rayoniga, shu territoriyadan kvartira topib, Arbatskiy, Frunzensky va Kievskiy mana shu territoriyalar 1905larda normalniy ish ketyapti. Shuning uchun kimki ishlamoqchi bo'lsa, shu territoriyalardan kvartira topib, kelib ishlashni tavsiya beraman. Hammaga omad. Assalomu alaykum.